Premyer tarixga biz bilan muhrlang. Assalomu alaykum. Qalbi yoshlarim, umr azizlarim. Barchangizga takrorlanmas shukrli, sururli on muborak bo'lsin. Bugun albatta nazokat farishtamiz, yerdagi jannatimiz Fatima onamizni davramizga lutfan taklif etamiz. Marhamat. Zamondan ushbu e'tirofni qabul qilgaysiz. Yüzümge nur saçın yaşım anam, kalbimge dur saçın kıvancım anam. Deciksem balamdır başımı sınar, yanımda kültün yılagam anam. Taşmışlardan, danışmışlardan, yüreğim hayranımız alır bir sormalardan. Uydum yalanlardan, sahte insanlardan, var bulsanız vazgeçtim bu yalan dünyalardan. Yalanlardan, sahte insanlardan, var bulsanız vazgeçtim bu yalan dünyalardan. Dertleriz ko'p, farzand bo'lib sezolmadim. Bolamga men mehr berib, sizga mehr bera olmadim. Qancha tikan bosib o'tgan izlaringiz bosolmadim. Tashvishlarda, zo'r gumonlardan, qo'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan. Sengiz vazgeçtim bu yalan dünyalardan. Taşmışlardan, düşmüşlerden, yüreğim hayranı sana birey sormalardan. Yalanlardan, sahte insanlardan, var bulsangiz vazgeçtim bu yalan dünyalardan. Fransa'da 600'dan yanılsaken artık 6 direkleri 6 özüyle uzar evlisi değiliz anacağımızın.
sururli, shukuhli ayyomingiz muborak bo'lsin. Bugun o'ylab ko'ringchi, qaysi bir yaqiningiz, jigarbandingiz tomonidan biz tashrif berdik. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz Allohim bir Navro'zlarga ham to'kisdival farzandlarim bilan birgalikda o'ynab kulib kelingizlar. Endi buni tashkillashtirganni farzandlarim qilgan bo'lsa kerak. Latif degan o'g'lim bor, Imom degan o'g'lim bor, Sodiqjon degan o'g'lim bor, Ulug'jon degan o'g'lim bor. Allohga shukr, 4 o'g'lim, 4 qizim bor, shu farzandlarim qilgan bo'lsa kerak. Hadsalar bo'lsin. Onajonim birinchi o'rinda sizni nabiralaringiz, 8 ta farzandingiz tomonidan tashrif berdik. Asosiysi Latifjon akamiz, Nomidan akamiz, keliningiz emas qizingiz Sabohat opamiz, Sharifa opamiz tomonidan chiroyli tilaklarni sizga olib keldik. Ular hammalari aytdilar, bizni onamiz yerdagi qirolichalar. Ularni biz ta'riflashga, ularni so'zlashga bizni tilimiz xijolat. Bu dunyoda bizni topganimiz ham, bizni boyligimiz ham, bizni taxtimiz ham, oltin tojimiz ham bu bizni Fatima onamiz. Ana shunday kunlarga kelishimizga bizni otamiz, onamiz sababchi. Bizlarni oq yo'q, oq taraflar, suvlari emas, duolarga cho'miltirib Allohdan baxtimiz so'radilar. Bugun qarang, baxtimizdan bahramand bo'lib turgan onajonimizga shukrona ayyomlar muborak bo'lsin dedilar. Bu dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zingizdan ona. Quvvat olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan. Onlarimizni o'ldirgan hamsiz. Boshimizga yarashgan oltin tojimiz onajonim sizni juda yaxshi ko'ramiz deb har bir farzandlaringiz aytibdilar. Bu dunyoda biz farzandlar uchun eng oliy ne'mat, eng katta boylik nima? Albatta ota-onamiz borligi biz uchun boylik. Ular bizdan qo'sha imoratlar, mol dunyo so'ramas ekan. Farzandi baxtli bo'lsa bas ekan. Boylarga qilmaydi havas. Farzandlarning o'zlari uchun boylik. Bu dunyoda otaga, onaga bundan ortiqcha boylik kerak emas. Onajonim, aslida tabassumning ham a'losi sizda. Butun olamning ma'nosi sizda. Dardlarimning davosi sizda. Kulishlari, yurishlari, o'ynashlari ham chiroyli onam. Bugun musofirdagi Latifjon akam, onajonim dunyodagi eng go'zal onam. Onalarning eng yaxshisi ham, eng go'zali ham meni onam. Ko'zga surayizlarni jonim onam, bittayu bir donaginam, boshimda esa parvonaginam. Onalarning eng go'zali meni onam. Ro'mollari yarashganim, oylar husn tilashganim, kerak bo'lsa poyidan jannat topganim. Onalarning eng go'zali, eng yaxshisi, eng shirin so'zi meni onamdir. Keling bugun Fatima onamni davramizga olsak. Ayşe dunyoda 72 milliard kulgu bor. Ana shu kulgular ichida meni jannatimni ko'rgizdi. Albatta farzandlar, nabiylar bilan davramizga qirolicha onamizni taklif qilamiz. Qo'shiqlarimiz onajonimiz uchun harakatda. Hafız koşuq aytsa kuychanim, yurakimga sevinch solganda, g'uborlarim ketar tarqalib, onam bilan raqs yashganda, men ham sofu torim bilan mast, kundan go'zal yorim bilan mast, o'z o'zimga qilarman havas, onam bilan raqs yashganda, miskinam, Altıma koyayım beni, aftab jamal, aftab rüyam beni, boylarımdan atıp koyayım beni, anam bilen rast yaşkanda, bu miskinam, altıma
Otibdi bo'yim meni onam bilan raqs yashganda yosh boladek bo'lib bezuban o'tkinaman takror va takror dunyoda yo'q mendek baxtiyor onam bilan raqs yashganda orqamdayim shirin halovat Rabbim menga bergan inoyat to'xtab turgin maylimi fursat onam bilan raqs yashganda eskinam Ağrıyorum beni, aftab zaman, aftab rüyam beni Boylarımdan oturttu boyum beni Olam bilen raks yaşkanda Eskinam, ağrıyorum beni Aftab zaman, aftab rüyam beni Boylarımdan oturttu boyum beni Olam bilen raks yaşkanda Aftab zaman, aftab rüyam benim Boylarımdan oturttu boyum benim Onam bilan raqs yashganda Eskinam, ağrıyorum benim Aftab zaman, aftab rüyam benim Boylarımdan oturttu boyum benim Onam bilan raqs yashganda Gelmedin doğrusunu ait Canınga can berishlarim Ishonmasang oynadan qara Oqlamoqdagi yoshlarimni Qo'llarimda qaynoq yuragim Sal tomonga putirlamoqda Qo'shnilardan uyalma jonim Sevarkan chirlamoqda Kraliçem köşeye çıktı Krallarning krali keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldi Kraliçem köşeye çıktı Krallarning krali keldi Senga berib shirin va'dalar Seni olib ketgani keldi Tug'ilgan kuning bo'lsa-da gullar to'shab seni toplardim Seni xursand qilmoqlik uchun zo'r narsalar o'ylab topardim Chiqa qolsang bir aylanardik anhor bo'yi yo'lchalarini Yaxshilab tanishtirardim eski shahar ko'chalarini Onalarning eng go'zali mani onam Ko'zga suray izlarini jonim onam Onalarning eng go'zali mani onam Ko'zga suray izlarini jonim onam Ko'zlari durdonaginam bittayi bir donaginam So'zlari durdonaginam bittayi bir donaginam Boshimda parvonaginam jonim onam Boshimda parvonaginam jonim onam Onalarning mehriboni mani onam Ko'zlarida sehri bor jonim onam Onalarning mehriboni mani onam Ko'zlarida sehri bor jonim onam Duo bilan siylaganim Sira azor bermaganim Duo bilan siylaganim Sira azor bermaganim Bular uchun kecha kunduz avonima bilmaganim Bular uchun kecha kunduz avonima bilmaganim Onalarning eng go'zali mani onam Ko'zga suray izlarini jonim onam Onalarning eng go'zali mani onam Ko'zga suray izlarini jonim onam
canım anam. Gayeden cennet toptum canım anam, canım anam. Analarning farishtasıyam onam, benim anam. Canımda çağrıştası canım anam, canım anam. Analarning farishtasıyam onam, benim anam. Canımda çağrıştası canım anam, canım anam. Tugamish joyim. Ham quyoshim, ham ko'kda oyim. Malikalar ichida begoyim, boshimdagi tojimsiz onam. Yana bor barcha azizlarimizga unutilmas shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Albatta endi yonimizga aziz mehmonlarimiz taklif qilamiz, yaxshi niyatlarini yo'llab qo'yadilar. Agar Latifjon akamiz, Sabohat opamiz onlayn bo'lsa, onlayn tabriklarni yo'llab qo'yamiz birgalikda. Xo'p. Onajonning eng katta farzandlari ekansan yonimizga. Keling. Anam aka marhamat. Aferin oğlum. Bunga ekan, assalomu alaykum. Valimiz, uzoq umr ko'ring, baxtimizga sog' bo'ling. Hamisha shunda o'ynab kulib, sog' salomat yuringizlar. Bizlar musofirlik kelganmiz, sizlar o'ylaymiz, sog'indik bizlar. Sizlarga duo qiling. Xudo bergan umrni faqat chiroyli qilib o'tkazishni nasib qilinglar. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling, omon bo'ling. Faqat o'ynab kulib, faqat endi chiroyli ko'ngil bilan hamisha kulib turishingizni istaymiz bizlar. Sirap sog' bo'lan, yaxshi yur. Umrlaring uzoq bo'lsin, bolam. Rahmat akajonim. Saloh aka, kelasiz. Ana musofirdagi akalarimizni, opalarimizni yo'llari oq bo'lsin, yurtdoshlari Alloh bo'lsin, Allohimda panohda bo'lsinlar. Eson-omon ishlab oilasini barda kelishni Allohdan nasib etsin deymiz. Saloh aka bir og'iz yaxshi niyatni yo'llab qo'yasiz ham. Marhamat. Aya, uzoq umr ko'ring. Yuzlarga kiring. Bizlar baxtimizga sog' bo'ling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi kunlarni ko'rsasin, Alloh yomon kunlarni. Onajonim, mehribonim, boringizga shukr. Iloyim uzoq yillar bizlarni duo qilib, duoyimiz bo'lib, nevaralaringizni to'yida o'zingiz bosh bo'lib yuring. Shu sizni duoyingiz bilan biz shunaqa nima muvaffaqiyatga erishgan bo'lsak, sizni duoyingiz orqali erishayapmiz. Boringizga shukr onajonim. Qarsaylar bo'lsin-a. Onajon bir og'iz yaxshi niyat yo'llab qo'yasiz ham. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli og'aynilarim, mehribonlarim. Opam sog' bo'lsin, bolalar baxtiga, opam yuzlariga kirib yursin, hech qachon g'am ko'rmasin. Bizlar uchun ham sog' bo'lsin opam. Hamisha yaxshi kunlarga sherik bo'lib yuring opajon. Yaxshi kunlar ko'p ko'ring opajon, nevaralaringizni baxtiga. Hoji bo'lib yana hojilarga borib king, opajonim sog' bo'ling. Chinordek umr ko'ring. Nasib qilib esimni yaqinlardan kelsin, nasib bo'lsa. Yaxshi kunlarni ko'rib yuring bilan hamisha. Bolalarim bor bo'lsin. Allohim o'zi asrab, o'zi qo'llab yursin hamisha. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Har saylar bo'lsin. Endi asosiy tabrigimiz bor onajonga. Ana shu kunlarni kutgan, ana shu kunlarni orzu qilgan Latifjon akamiz hamda Sabohat opamiz tomonidan chiroyli tabrik yo'llanadi. Onajonim qabul qilasiz tabrigimizni. Marhamat. Sabohat opam marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsiz, sog'ligi zo'rmi? Bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklayman aya. Uzoq umr ko'ring, baxtimizga sog' bo'ling. Balalaringizni yaxshi kuni huzur halovatini ko'ring. Tan joni sog' bo'lsin.
sog' bo'lib yuring. Tabriklayman yana bir shukrona kunimiz bilan. Siz ham qo'shqangiz bilan qo'shcha qaring Ko'njon. Batqam narsa bo'lsa, Rahmat. Jumbayga qolmayman, kirib kelsin, hammamiz birga kengizlar. Rahmat opajonim. O'zi ana shu kechani tashkillashtirgan Saboqat opam bo'larlar menga qo'ng'iroq qilib, Suhrobjon bugun meni qaynonam emas, onajonimni shukrona kunlarim. Keling, bir bor onajonimni xursand qilib bittadan savobga ega bo'laylik dedilar. Biz opajonim so'zini ikki qila olmadik, keldik. Albatta endi opajonim tomonidan tayyorlangan chiroyli tortimiz bor. Birgalikda kesamiz. Barcha nabirlarga, yaqinlarga hadya etamiz. Chiroyli musiqalar ostida oramizga tortni taklif etamiz. Marhamat. To'yiga og'izsa hecham bir sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotimda eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq hasrat avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qalaman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalaman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalaman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Birgalikda tabriklaymiz. Qalbida so'nmaydi yosh, ko'ziga qayg'udan to'lmas sira yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yo'l poylab, yuragim tubiga mehrni joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qalaman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalaman, onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalaman, onamni eng baxtli ayol qilaman. to'la odam bo'lsa ham bizni Fotima onadek onalarning o'rnimizgacha. Yana bir bor onajonimizga bugungi takrorlanmas kecha muborak bo'lsin. Men onajonning yonlariga nabiralari Behruzjon taklif qilaman.
Behrojjonning chiroyli tilaklari bor. Ana shu tilaklarni barchaning yonida yo'llab qo'yayman. Behrojjon, marhamat. Birinchi tabriklab qo'yasiz bag'ringizga bosib. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы ты жила с нами всегда и чтобы ты была здорова, всегда улыбалась рядом с нами, всегда была с нами, чтобы мы всегда были вместе. Onajonim bugun ana shu kechani tashkillashtirgan farzandlaringizga, nabiralaringizga biroz yaxshi niyatni yo'llab qo'yasiz. Endi navbat sizga, marhamat. Yana bir assalomu alaykum. Bolajonlarim, borlariga shukr. Barcha ko'rgan qiyinchiliklarim butunlay esimdan chiqib ketdi. Borlariga shukr. Faqat sizlarni Allohim yaxshi kunlaringni ko'rsatsin, yomon kunlaringni ko'rmayin. Latirjon, tez kunlarda Allohdan so'rayman. Har kuni 5 mahal namozda so'rayman sizlarni. Tez kunda bag'rimga chiqib qaytib kelinglar. Bo'pti bolajonim. Hammalaringga rahmat. Ularga ham Sizlarga ukalar, sizlarga ham katta rahmat. Meni yoshimga kirib, nasib bo'lsa nevaralar yetalab yurishga sizlarga ham Xudo taqdir qilsin. Rahmat bolajonim. Rahmat onajonim. Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Baxtli xonadonimiz nurlarga to'lsin. Farzandlar baxtiga, yaqinlari baxtiga doim sog' bo'ling. Ana shunday jigarlaringiz davrasida hamisha o'ynamoqlikni, kulmoqlikni Allohim sizga nasib etsin. Bizning tilagimiz bitta. Hech qachon kamlik ko'rmang. Hech vaqtda ko'zda namlik ko'rmang deymiz. Azizlarim, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Oilangizga tinchlik, totuvlik, qalbingizga go'zal ofiyat tilaymiz. Azizlarim, Allohim barchamizni kechirguvchi. Ana shu dunyoda ey Robbi degan har bir mo'min bandasini Allohim kechirib, payg'ambarimizni shafoatlarini ko'rmoqlik, Allohning yuzlarini beparda ko'rish. Qilgan amallarimizni o'ngu suvlarimizdan qilib, soat ko'pligidan chaqmoqdek tez o'tib, hamda Havza Kavsar bo'ylarida payg'ambarimiz qo'llaridan obi Kavsar suvlarini ichmoqlik barchamizga nasib etsin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Va salatu va salam sayyidil ala Muhammadin va alihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Azizim, omon dunyoda omon bo'laylik. Barchangiz Allohning panohida sizlar ko'rishguncha barchangiz sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'lasizlar.